Tasviriy oyina ijodiy uyushmasi tomonidan Respublika ko'rgazmali seminari tashkil etildi. Unda 2024-yilda ma'naviy ma'rifiy ishlarni tasviriy targ'ibot vositalari orqali bezash bo'yicha amalga oshirilgan ishlar hamda joriy yilda belgilangan vazifalar haqida ma'lumotlar berildi. 1997-yilda tashkil etilgan tasviriy oyina ijodiy uyushmasi faoliyati natijasini bugun butun respublika bo'ylab ko'rish mumkin. Ijodiy uyushma bo'limlari mahalliy hokimliklar buyurtmasi asosida shahar, tuman markazlari, aholi yashash manzillarida ona vatanga muhabbat va ma'naviy qadriyatlarga ehtirom ruhida tarbiyalovchi shiorlar va matnlardan foydalanib, markaziy ko'chalar, bozorlar, xiyobonlar, bekatlar, avtotransport vositalari, temir yo'l va metro vagonlari hamda ommaviy tadbirlar o'tkaziladigan manzillarga bannerlar, plakatlar va boshqa tasviriy targ'ibot vositalarini joylashtirib boradi. Joylarda 1,140 millionlik homiylik ishlari qilib o'tgan ekan. Yoshlar bizni qo'llab-quvvatlash yilida bo'limlarimiz, vazirliklar, milliy tiklanish, ekologiya, tadbirkorlik partiyalari, ishbilarmonlar partiyasi tashkilotlari 516 million so'm kitoblar tarqatdik targ'ibot qilib. Ijodiy uyushma boshqaruv raisi o'tgan yildagi ishlarni tahlil qilarkan, muammolarni ham sanab o'tdi. Xususan, mahalliy hokimliklarning uyushmadan qarzdorlik holatlari, kelishuvlar shartiga amal qilmaslik vaziyatlari tanqid qilindi. Seminar davomida atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida bajariladigan ustuvor vazifalar haqida ham ma'ruza qilindi. Inson qachon baxtli bo'ladi? Hurmatli yoshlar, qachon baxtli bo'ladi? Mana yoshi katta, yoshi o'rta yoshligidan so'rasangiz, inson sog'lom bo'lsa baxtli bo'ladi deydi. Sog'lom bo'lsa, farzandiga ham yaxshi qaraydi, nabirasiga ham ta'lim beradi, davlatga ham, jamiyatga ham yordami tegadi. Qachon sog'lom bo'ladi? Atrof muhit sog'lom bo'lsa, ichadigan suvi toza bo'lsa, oladigan nafasi toza bo'lsa, yeydigan oziq-ovqat toza bo'lsa sog'lom bo'ladi. Bu nima degani? Bu ekologiya degani. Demak, insonning yashash huquqlari ekologik huquqlarni ta'minlash orqali ro'yobga chiqadi. Seminar so'ngida tabiatni asrash, insonni, vatanni asrash demakdir nomli tavsiyalar to'plami taqdimoti o'tkazildi. Azizaxon Ilyosxonova, Asror Ibrohimov, yoshlar.